Avvalambor assalomu alaykum. Bizni uzoq yaqindan kuzatayotgan akalar va ukalar. Men sizlar uchun ajoyib bo'lgan bitta mashina topib qo'ydim. 2 tonna yuk ko'tarsa, bemalol metan yoki propan o'rnatib oladigan bo'lsa, orqadagi tentlari yig'iladigan bo'lsa, xohlasangiz bartavoy qilib ishlatsangiz, bu mashina menimcha aynan sizlar uchun qiziq deb o'ylayman. Bu mashinamizni motor qismiga keladigan bo'lsak, motor qismida 2 lik atmosferli motor o'rnatilgan. Bu mashinamizni bemalol xohlasangiz metan, xohlasangiz propan o'rnatib, o'zingizning yuklaringizni xavfsiz va qulay holatda tashib yurishingiz mumkin. Bu mashinamizni uzunligiga keladigan bo'lsak, bu mashinamiz uzunligi 330 bo'ladi. Bemalol o'zini bag'riga 2 tonna bo'lgan yukni sig'dira oladi. Bu mashinamiz haqida yana ko'proq ma'lumot berishga harakat qilaman. 130 soat kuchi bor. Bu mashinamiz hech qachon sizlarni uyaltirib qo'ymaydi. Bu mashinamizni balon qismiga keladigan bo'lsak, oldiga 15-razmerdagi diametrdagi balon o'rnatilgan. Orqa balonlariga keladigan bo'lsak, 13-diametrdagi, 13-razmerdagi balonlar o'rnatilgan va qo'sh balon qilingan. Orqalari resorniy bo'ladi. Shuni hisobiga 2 tonna yukingizni bemalol xavfsiz ravishda o'zini manziliga yetkazib qo'yadi. Bu mashinamizni orqa bagaj saloniga keladigan bo'lsak, tentovka modelimiz bo'ladi. Bu tentovkamiz yig'ma holatda bo'ladi. Bemalol ko'rsatishingiz mumkin. Mana o'zini kankilari bor. Tent borib yig'iladi-da, bemalol bu mashinani bartavoy holatda ham ishlatsangiz bo'ladi, yig'ib qo'yib. Agarda sizning mahsulotingizga yomg'ir, qor yoki ular tegadigan bo'lsa, bemalol tentini tortib, tentlik holatda ishlatsangiz bo'ladi. Agarda bu mashina sizga qiziq bo'lsa, yana bir marta eslatib o'taman, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, o'zingizni qiziqtirgan savollarga javob olishingiz mumkin. Bu mashinamizni salon qismiga keladigan bo'lsak, salon qismida bizni nimalar kutib oladi? Bu mashinamizni salon qismida bemalol bizga kerak bo'lgan, drayverga kerak bo'lgan hamma xislatlari va xususiyatlari bor. Bu mashinamizda konditsioner bor. Orqa tormozlariga keladigan bo'lsak, ABS sistemasi qo'llangan, baraban bo'ladi va ABS sistemasi qo'llangan. Bu mashinamizda konditsioner bor. Eng muhimi, hozir yoz ayni chillasida u bizni drayverlarimizga kerak bo'ladigan narsa bu eng glavnisi konditsioner bo'ladi. Yana bitta hech kim bilmagan fishkasini aytaman, hali hech qaysi YouTuber yokida bloger yokida obzorchi aytmagan. Masalan, mashinada ketyapsiz, qiyaga chiqqan paytingiz mashinani xalostoyga qo'yib, shunday tormozni olib, kursini tushirsangiz ham mashina orqaga ketib qolmaydi hech qachon. Bunga shunaqa funksiya o'rnatilgan mashinaga. Xullas, mashinani hech qachon uyaltirmaydi va o'zimizga kerakli bo'lgan musiqa va hamma joyida bizga kerakli bo'lgan narsalarimiz bor. Salon qismi mashinamizni maksimal tezligiga keladigan bo'lsak, maksimal tezligi 160 ga chiqadi. 2 tonna yukni bemalol ko'tara oladi. Bu mashinamizning narxi haqida sizlarga aytib o'taman. Narxini aytishdan oldin va yana bitta qiziqroq bo'lgan voqeani aytib beraman. Bu mashinani faqat naqdga olish mumkinmi yokida qanaqadir bo'lib to'lashga olishda imkoniyati bormi deb sizlarda savol tug'ilishi aniq. Men shunday javob beraman. Mashinamizni boshlang'ich to'lovini aynan mana shu tentovka modelini 65 million so'm to'lab, plus sug'urta puli bo'ladi, 65 million so'm to'lab o'zingizning nomingizga rasmiylashtirib olishingiz mumkin. Endi plus sug'urta bo'lishi mumkin. Yana bitta gapni aytib qo'yishim kerak, chunki juda ham ko'pchilik aytmaydi o'sha narsani. 65 million so'm faqat o'sha avtosalonda o'zidan beriladimi? Yo'q. 65 million to'laysiz, через bank avto kredit bo'ladi. Biz sizga shartnoma chiqarib beramiz. O'zingiz xohlagan bankingizga borib ham o'sha shartnoma orqali to'lov qilib olsangiz bo'ladi. O'zimizda bankimiz bor. O'sha banklar orqali ham bemalol mashinani bizdan xarid qilib olsangiz bo'ladi. Agarda bu mashina sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, o'zingizni qiziqtirgan savollarga javob olishingiz mumkin. Bu mashinamiz haqida qisqacha bo'lgan tafsilotlari va ma'lumotlarini sizlarga berib o'tdim. Kamina Isomiddin, hammaga rahmat.